Abdulloh ibn Anis roziyallohu anhudan u kishi aytadi, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deyotganlarini eshitdim. Yuhsharun nasu yawmal qiyamati aw qala al-ibadu uratan ghurlan buhman. Qiyomat kunida insonlar tiriladilar, yalang'och, xatna qilinmagan va buhman bo'lgan holda. Biz so'radik, yo Rasululloh, buhman nima? Qala laysa ma'hum shay. Yonida hech narsa bo'lmaydi ularda. Summa yunadihim bi sautin yasma'hu min qurbin anal malik anad dayyan. Rasul aytadilar, ularning yonlarida hech narsa bo'lmaydi. So'ngra ular eshitadigan qilib nido qiladi. Men podshohman, men ad-dayyanman. Ad-dayyan degan so'zning ma'nosi jazolovchi. Bizi o'zbek tilimizda jazo deganda faqatgina bir odamni yomonlik bilan jazolashlik, urish, kaltaylash yoki bir jarima solishlik tushuniladi. Lekin arab tilida al-jaza degan so'z yaxshilik bilan mukofotlashlikka ham ishlatilaveradi, yomonlik bilan jazolashlikka ham ishlatilaveradi. Demak, bu kalima dana yadinu fe'lidan olingan, jazoladi, jazolaydi, mukofotladi, mukofotlaydi. Maliki yawmiddin. Mana shu din, ya'ni jazo kunining parvardigori. Biz har kuni 30 martadan ko'proq o'qiydigan sura, Fotiha surasi. Astagfirullah. Alhamdulillahi robbil alamin, ar-rohmanir rohim, maliki yawmiddin. Mana shu 3-oyatga e'tibor beraylik. Hamd va sano butun olamlar hojasi, mehribon va rahimli, jazo kunining egasi, podshohi bo'lmish Alloh uchundir. Ya'ni yawmuddin, jazo kuni. Ana shu qiyomat kuni. Bu shunday kunki, unda yaxshilar uchun mukofot bor, yomonlar uchun jazo iqob bor. Biz mana shu oxirat kuniga bo'lgan iymonimiz siz bilan bizni birovlarni haqqini yeyishlikdan, birovlarga zulm qilishdan to'silishligimizga sabab bo'ladi. Oxiratga bo'lgan iymon unga iymon keltirishi yo'li. Oldimizda 3 ta doira bor. His qilinadigan narsalar doirasi, aql yuritiladigan narsalar doirasi va xabarlari berilgan narsalar doirasi. His qilinadigan narsalar doirasi bu narsalarga ishonishlikni asbobi his qilish a'zolarimiz. 5 ta his qilish organimiz. Aql yuritiladigan narsalarning asbobi o'z-o'zidan ma'lum bo'lib turibdi, bu aql. Xabarlari berilgan narsalarga ishonishlikni asbobi bu ishonchli xabarlar. Agar mana shu har bir ishni, masalani o'zini o'rniga qo'ya olsak, u haqida bahs qilishimiz, uni tushunishligimiz oson bo'ladi. Birinchi doira his qilinadigan narsalar doirasi. Ularni shundaylari borki, o'zi ham bor, asari ham bor. Ikkinchisi bor. Yo o'zi bo'ladi shu narsani, yo izi asari bo'ladi. Uchinchisi asari zohir bo'ladigan narsalar. Mana endi his qiladigan narsalarimiz. Yorug'lik bor, uni ko'z ko'radi. Ovoz bor, uni quloq eshitadi. Hid bor, uni burun his qiladi. Issiq, sovuq, qattiq, yumshoq degan narsa bor, uni jasadimiz his qiladi. Endi ta'm bor, uni mana shu og'zimiz biladi. Bu o'zi ham asari ham zohir bo'lgan narsalar. Bularda 5 ta his qilish a'zoyimiz ishlaydi. Bu maydonda biz hayvonlar bilan sherikmiz. Chunki ularda mana shu 5 ta his qilish a'zosi bor. Aql ishlamaydi bu yerda. Faqat mana shu his qilamiz. Shuning uchun katta chuqurni ko'rganda odam ham to'xtaydi. Hayvon ham to'xtaydi. Chunki ko'zi bilan ko'rib turibdi. Olovni yonib turganligini ko'rib turib odam ham qochadi undan, hayvon ham qochadi. Bu o'rinda mana shu birinchi doirada inson ham, hayvon ham mushtarak. Endi ikkinchi doiramiz aql yuritiladigan narsalarning doirasi. Endi bu doirada biz mana shu hayvonlardan ajralib turamiz. Chunki bu doira o'zi bo'lmasa ham, lekin belgisi, asari bo'lib turgan narsalar doirasi. Tartibli bo'lgan ishni ko'rib turib, shu ishni qilgan odamni tartibli ekanligini bilamiz. Mana shu ishni chiroyli suratda bajargan usta yo'q, lekin qilgan ishiga qarab turib egasiga baho bera olamiz. Ishdagi puxtalikni ko'rib, ustani puxtaligini bilamiz.
Xuddi shunga o'xshagandek, mahluqotlarni ajib suratda yaratilganligini ko'rib turib, bu koinotni insonning aqlini lol qoladigan darajada chiroyli qilib yaratib qo'yganini ko'rib, uni yaratuvchisi bo'lgan Robbimizni taniymiz. Ikkinchi doira birodarlar, o'zi ko'rinmaydigan ammo asari, alomatlari bor bo'lgan narsalar haqida. Alloh taolo aytadi: "La tudrikuhul absaru va huwa yudrikul absar." Ko'zlar uni idrok qila olmaydi. Ko'zlar uni ko'rmaydi, lekin Alloh ko'zlarni idrok qiladi, ko'radi. Koinot turibdimi? Demak, buni yaratuvchisi bor. O'sha oddiy bir oddiy dehqonning iymoni qarang. Yerda ezilgan iz turibdimi tuproq? Demak, uni ezgan sigir yoki ot bor. Yerda tezak turibdimi? Demak, uni tashagan sigir yoki ot bor. Ana. Ot yoki sigir yo'q hozir, ammo asaridan uni borligi bilib olinyapti. Birodarlar, topish bilan idrok qilishning farqi bor o'rtasida. Topish bilan idrok qilishning farqi bor. Masalan, insonning ruhi. Insonning aqli uni borligini topdi. Demak, ruh bor. Lekin nima ekanligini idrok qila olmaydi. Ruh qanaqa? Ruh bormi o'zi, bilasizlarmi? Bor. Qanaqa u? Qarang, aqlimiz borligini biladi, ammo qanday ekanligini idrok qila olmaydi. Xuddi shunga o'xshagandek, lillahil masalul a'la. Koinotni ko'rib turib, uni yaratuvchisi borligini topdik. O'z-o'zidan bo'lib qolishi mumkin emas bu narsalar. Endi shu zotni aqlimiz topdi borligini, endi qanday ekanligini idrok qila olmasligi mumkin ekanmi? Ruhni nimaligini idrok qila olmaganingizdan keyin qanday qilib uni yaratuvchisi bo'lgan Allohni qanaqaligini idrok qila olasiz? Buni yana soddaroq misoli, dengiz 50-60 kilometr narida bo'lsa, mingan mashinangiz sizni dengizning oldiga olib boradi. Ammo u mashina bilan dengizga endi kira olmaysiz. Yana sodda bo'ldimi? Demak, aqllarimiz Alloh azza va jallani borligini bilishga bizni olib boradi. Agar fikr qilsak, ta'ammul qilsak. Inson aqlini ishlatib iymonga kelishi mumkin. Chunki koinot haqida fikr qildi, Allohni topdi. Inson aqlini ishlatib Qur'on Allohning kalomi ekanligini topishligi mumkin. Chunki undagi aytilgan mo'jizalar, kelajakda bo'ladigan ishlar haqida xabar bor, o'tmish haqida xabar bor, kimiyaga, fizika, biologiyaga taalluqli bo'lgan shunday bir oyatlar borki, 1,5 yil o'tgandan keyin insoniyat buni kashf qildi. Inson aqlini ishlatib turib, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam Allohning rasuli ekanligini topishligi mumkin. Chunki o'ylab ko'ring, aqlingizni ishlatib ko'ring. 1400 yil avval sahroda yashagan, savodsiz bo'lgan, o'qishni, yozishni bilmaydigan bir odamni, hatto 21-asrda odamlarini ham aqlini lol qoldiradigan darajada bo'lgan bir kitobni olib kelishligi o'z-o'zidan bo'lishi mumkinmi? Demak, aqlimizni ishlatsak, Allohning borligini ham, Qur'on Allohning kalomi ekanligini ham, Muhammad alayhisalom Allohning rasuli ekanligini topishligimiz mumkin bo'ladi. Va mana shu joyda aqlning ishi to'xtaydi. Endi uni yog'idagi ishlar g'ayb ishlari. Agar aqlimizni g'aybiy ishlarga ishlatadigan bo'lsak, albatta adashamiz. Demak, birinchi doirada his qilinadigan narsalar doirasi bo'ldi. Buni 5 ta his qilish a'zosi bilan bilamiz. Ikkinchi doira aql yuritiladigan narsalar haqidagi doira. Bularda aqlni ishlatib turib, ularni tushunamiz. Endi uchinchi doira birodarlar, bu xabarlari berilgan g'ayb ishlari. Aqlingiz olmaydigan joyini aytaymi? Qabrga olib kirib qo'ygansiz mayitni, ko'mildi. Sodiq xabarlarda aytilindi, munkar nakir kiradi. Qayerga kiradi u jinday joy bo'lsa? Aql olmayaptimi? Olmayapti. O'tkizib qo'yadi deyapti. Voy, qanaqa qilib o'tkizib qo'yadi uni? U 1 metr emasda o'tiradigan joy. Keyin savol beradi, gurzusi bilan bir uradi. Aqlga sig'adimi? Aqlga sig'maydi. Aqlning ishi to'xtadi tevada. Dengizning oldiga keldi aql, bo'ldi, yo'g'iga kira olmaydi. Endi qarab turing misolda. Aqlni cheklangan ekanligini biz tan olishimiz kerak. Aqlimizning chegarasi bor. Masalan, tarozi. Tarozini misolda tushuntiramiz.
Yuzlagan tonnalik yukni tortadigan tarozi ham tarozi, 1 milligramda tortadigan tarozi ham tarozi. Agar mana shu 1 milligramdan 500 grammgacha bo'lgan yukni tortadigan taroziga o'sha 500 grammgacha bo'lgan yukni qo'ysangiz, tarozi o'zining ishini chiroyli uddalaydi. Ma'qulmisizlar? Endi shu 500 grammgacha torta oladigan taroziga 500 kilo yuk qo'yib qo'ysangiz nima bo'ladi? Buzilishi aniq. Endi maydalanib pachaqlanib ketishi ham ehtimoldan xoli emas. Xuddi shunga o'xshagandek, siz bilan biz aqlimizni chegarasi bor. Mana shu dunyo ishlari haqida fikr qilar ekanmiz, u o'zining ishini chiroyli bajaradi. Ammo endi g'ayb ishlariga bu aqlimizni ishlatadigan bo'lsak, albatta adashamiz. Ma'qulmi? Shuning uchun aqllarimiz nima ekan? Cheklanganligiga iymon keltirishimiz kerak bo'ladi. Aqlni doirasidan tashqarida bo'lgan ishlarni idrok qilishlikka agar aql ishlatiladigan bo'lsa, aqlim bilan topaman bu narsani baribir deydigan bo'lsa, inson albatta adashadi. Mana endi 3-doiraga keldik. 3-doira nima haqida edi? Xabarlari berilgan narsalar doirasi, g'ayb ishlari. Siz bilan bizni aqlimiz g'ayb ishlarni idrok qilishlikdan ojiz. Mana hozir aytdik-ku, qabrdagi narsani aytsa insonning aqli qabul qilmaydi. Jannat, do'zax haqida gapirsa, insonning aqliga sig'maydi. Endi o'ylab ko'ring. Sizga beriladigan hur ayinning ovozi musiqa bo'lsa, kulasizlar-a? Jannatiylarni bir qush uchib ketayotganda shuni yeyishni ishtaho qilsa, subhanakallohumma deyishigina bor. O'sha qush bir tomoni qo'rilgan, bir tomoni qaynatilgan holda pishirib kelingan. Yeb bo'lganingizdan keyin yana pirritib uchib ketadi. Aqlingiz oladimi? Har bitta odamga xo'rayindan moncha beriladi. Yana har bitta xo'rayinda 100 tadan cho'risi bo'ladi. Ularda hammasini shu sohibini haqqi bo'ladi desa, sahobalar yo Rasululloh, kuchimiz yetamikan deyishgan ekan. Har bitta erkakda u kunda 100 ta erkakda quvvati bo'ladi dedilar Rasululloh. Aqlingiz oladimi bularni? Aqlimiz olmaydi. Lekin u xabar olib kelayotgan zot Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam Alloh tomonidan olib kelgan xabarlarni sodiq deb qabul qilar ekanmiz, demak iymon keltirishimiz oson bo'ladi. 3 doira, his qilinadigan narsalar doirasi, ularga ishonishning asbobi 5 ta his qilish a'zosi, aql yuritiladigan narsalar doirasi, buni idrok qilishlikning asbobi aql, endi xabarlari berilgan narsalar doirasi, g'ayb ishlari, ularga ishonishning asbobi ishonchli xabarlar. Demak, dinimizni anglashligimiz uchun har bitta narsani o'zini o'rniga qo'yishligimiz kerak bo'ladi. Shunda uni tushunishimiz oson bo'ladi, muomala qilishimiz yengil bo'ladi. Demak, qiyomat kuniga iymon keltirishlik nechinchi doira ekan? 3-doira ekan. Shuning uchun birodarlar, iymoniyatdan uzoq bo'lgan inson bilan mana shu Qur'on, hadis xabarlarini aytib bahslashaman demang. Chunki u birinchi va ikkinchi doiradagina bahs qila oladi, ish yurita oladi. Chunki uchinchisiga iymon keltirmaydi u. Kim ko'rib kelibdi jannatini deydi. U ko'zi ko'rgan narsaga, qo'li ushlagan narsagagina ishonadi. Ammo mo'min odam mana shu g'ayb xabarlariga iymon keltiradi. G'ayb haqida kelgan xabarlar, jannat, do'zax, qiyomat kuni, sirot, tarozi, unda beriladigan mukofot yoki jazo. Bular 3-doiraga kirdi. Yig'ib olayliganda shuncha gapirganimizni. 3 ta doira. Birinchisi his qilinadigan narsalar doirasi, asbobi his qilish a'zolari. Ikkinchisi aql yuritiladigan narsalar doirasi, uni asbobi aql. Uchinchisi xabarlar kelgan narsalar doirasi. Alloh azza va jalla Qur'onda juda ko'p o'rinda Allohga bo'lgan iymonni ortidan oxirat kuniga bo'lgan iymonni zikr qiladi. Astagfirullah. Yu'minuna billahi val yawmil akhir. Yu'minuna billahi val yawmil akhir. Ya'ni ular Allohga iymon keltiradi va oxiratga iymon keltiradi. Endi diqqat qilib turinglar. Mo'minman deydi, itoat qilmaydi. Iymon keltiraman deydi, bandalarga aziyat beradi. Bu qanaqa odam? Iymon rukunlaridan mana shu ikkitasi Qur'onda juda ko'p o'rinda bir-biriga bog'lanib keldi. Mana hozir savol berdimmi? Iymonim bor deydi.
itoatda emas, iymonim bor deydi, mahluqotlarga aziyat beradi. Bu qanaqa odam? Qoida. Allohga bo'lgan iymon bandani itoat qilishga undaydi. Oxiratga bo'lgan iymon esa bandani mahluqotlarga aziyat yetkazmaslikka undaydi. Bandalarga aziyat yetkazmayapsizmi? Demak qiyomatga ishonasiz, chunki jazo borda. Endi Allohga itoatdamisiz? Demak Allohga bo'lgan iymoningiz to'g'ri. Yana qaytarib o'qib beraman. Allohga bo'lgan iymon bandani itoat qilishga undaydi. Oxirat kuniga bo'lgan iymon esa bandani mahluqotlarga aziyat yetkazmaslikka undaydi. O'zimizdan so'raylik. Itoatdamizmi? Alloh bizga farz qilgan ishlarni bajaryapmizmi? Harom ishdan tiyilyapmizmi? Demak Allohga bo'lgan iymonimiz to'g'ri. Mahluqotlarga aziyat yetkazmayapmizmi? Demak oxiratga bo'lgan iymonimiz to'g'ri. Savolimizga qaytamiz. Iymonim bor deb turib itoat qilmayotgan bo'lsa, iymonim bor deb turib odamlarga, mahluqotlarga aziyat yetkazayotgan bo'lsa, bu odamning iymoni komil iymon emas. Chunki iblis nima degan edi? Astagfirullah, fa bi izzatika. Seni azizliging, ulug'ligingga qasam degan edi. Demak iblis Alloh taoloni aziz ekanligiga, Rob ekanligiga, yaratuvchi ekanligiga iymon keltirdi. Ammo itoat qilmadi. Shuning uchun uning iymonini foydasi bo'lmadi unga. Ma'qulmi? Iymoni foyda qilmadi. Chunki agar to'g'ri iymon bo'lsa, bu itoat qilishni kerak edi. Oxiratga bo'lgan iymon nechinchi doirada dedik? 3-doirada. 2-doiraga ham kirishi mumkinmi? Aql bilan topiladigan narsalar doirasiga kirishi mumkinmi oxiratga bo'lgan iymon? 2-doiraga ham kirishi mumkinmi? Ayrim ulamolar 2-doiraga ham kiradi deydi. Chunki bu borliqni yaratgan zot komil, odil, mehribon bo'lgan zot. Odamlarda ayrimlarini quvvatli, ayrimlarini zaif qilib yaratdi. Ba'zilarini boy qildi, ba'zilarini kambag'al qildi. Bu boy, kambag'al, kuchli, zaif bo'lish insonning ixtiyoridan tashqaridagi ish. Ma'qulmi? Endi quvvatli kishi zaifni haqqini yeb, zulm o'tkazib qo'yib ketib, tugab shu bilan ish bitib ketsa, aqlga sig'adimi shu? Yo bir mansabdor, quvvati bor odam, zaif, bechora, kambag'alning haqqini yeb, zulm qilib, shu bilan ish bitib ketaversa, aql qabul qiladimi shuni? Shu yerda aql buni davomi bo'lish kerak. Bu tomoshaning 2-seriyasi ham bo'lish kerak degan narsani taqozo qiladimi? Demak, kambag'alning holatidan boydan foydalanib ketaverishi, zolim quvvatli kishi zaifga zulm qilib, jazosini olmasdan ketaverishligini aql qabul qilmaydi. Aql bu ishlarni albatta hisobi bo'lish kerak deydi. Demak, oxiratga bo'lgan iymon biz aytayotgan 3 ta doiraning ikkinchisiga ham kirar ekan. Senga ham Alloh bor deb qo'yasiz-ku. Shuning uchun Alloh taolo Qur'onda astagfirullah va in minkum illa variduha deb marhamat qildi. Maryam surasida sizlardan har biringiz undan jahannamdan o'tguvchidirsiz. Vurud kalimasi o'tish, u do'zaxga kirish degani emas. Mufassirlar shunday deyshadi. Chunki do'zaxga kirish jazo uchun bo'ladi. Hammanglar do'zaxdan o'tasizlar degani, do'zaxni ustidan o'tasizlar degani. Ko'rasizlar degani. Agar kirganida hamma jazolanishlikka to'g'ri kelib qolar edi. Demak, ulamolar vurud kalimasini do'zaxni ko'rsatish deb tafsir qilishgan. Insonga do'zaxni ko'rsatish Alloh taoloning adolatini yuzaga chiqarish uchun bo'ladi. Alloh azza va jallaning go'zal ismlaridan al-adil, adolat, odillik. Mana shu ismi to'laligicha komil suratda qiyomat kunida yuzaga chiqadi. Ha, dunyoda ham Alloh taoloning adolati ko'zga ko'rinadi. Lekin qisman komil adolat qiyomat kunida bo'ladi. Alloh taolo shu dunyoda ayrim muhsin bandalarni yaxshi ishiga mukofot beradi adolat bilan. Boshqalarni shijoatlantirishlik uchun. Ayrim fosiq, fojir kishilarni qilgan ishiga yarasha jazoni beradi. Qisman zolimlarni yoki gunohkor fojirlarni mana shu ishdan to'xtatishlik uchun. Ammo Alloh taoloning odil sifati faqat qiyomat kunida to'laligicha yuzaga chiqadi. Astagfirullah va innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Va qiyomat kunida
hech shak shubhasiz ajr savoblaringizni komil suratda olursiz. Ya'ni ba'zida birov yomon ish qiladi, xalqqa, haloyiqqa zulm qiladi, hech narsa bo'lmayotganga o'xshaydi. Shunda boyaga aql taqozo qiladi-da, nimaga olmayapti jazosini? Demak qiyomatga qopdi. Yoki bir odam muhsin bo'ladi, yaxshi inson bo'ladi, yaxshilik qiladi, hech kim bilmaydi yaxshiligini, hech kim taqdirlamaydi. Endi qiyomat qoyim bo'lganda ikkalasining ham hisobi nima bo'ladi? Komil bo'ladi. Biz Alloh taoloning ad-dayyan, jazolovchi yoki mukofotlovchi ismi haqida bahs qilyapmiz. Mana endi qiyomat kuniga keldik. Alloh taolo aytadi, astagfirullah, afahasibtum annama khalaqnakum abathan va annakum ilayna la turja'un. Yoki sizlarning gumoningizcha biz sizlarni behuda yaratdik-ku, sizlar bizning huzurimizga qaytarilmaysizlarmi? Nima? Shunda kelib, shunda ketaveraman deb o'ylovdinglarmi? Alloh taolo odil bo'lgan zot. Alloh taolo ad-dayyan, jazolovchi, mukofotlovchi bo'lgan zot. Bu dunyo sinov dunyosi. Sinov hovlisi. Nima qilsak, shunga yarasha nima qilamiz? Mukofot yoki jazo olamiz. Endi har bitta ishi komil bo'lgan zot insonni bekardan bekarga yaratib qo'ygan bo'lishligi bu aqlga sig'maydi. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi. Astagfirullah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u va tanzi'ul mulka mimman tasha' va tu'izzu man tasha'u va tudhillu man tasha'u biyadikal khayr. Bir insonga mulk, saltanat, davlatni berilishligi albatta u uchun yaxshi. Endi undan tortib olib qo'yilishligi ham yaxshi. Ayting, ey mulki davlat egasi bo'lgan Allohim, sen istagan kishingga mulk ato qilursan va istagan kishingdan bu mulkni tortib olursan. Istagan kishingni aziz qilursan va istagan kishingni xor qilursan. Bor yaxshilik yolg'iz sening qo'lingdadir. Mulk-u saltanat bir odamga berildi. Albatta bu yaxshilik. Endi ba'zida olib qo'yganligi ham yaxshilik bo'ladi. Bir sulton, bir podshohki xalqqa zulm qilishni o'ziga kasb qilib oldi. Xalqqa jabr zulm qiladi. Shunda undan mulkni olib qo'yishligi yaxshilik bo'ladi. Kimga? Avvalambor o'ziga. Keyin xalq haloyiqqa. Demak, berilishligi ham yaxshilik bo'ldi, olib qo'yishligi ham yaxshilik bo'ldi. Shuning uchun aytiladiki, Allohni zarar beruvchi deyish joiz emas. Balki Alloh ad-dor nafi. Yaxshilik beruvchi ham, yomonlik beruvchi ham, foyda keltiruvchi ham, zarar keltiruvchi ham Alloh deyishlik kerak. Shu ikkala ismni birga aytish kerak. Dor zarar beruvchi, nafi foyda beruvchi. Demak, Alloh taolo zarar beradi foydalantirishlik uchun. Alloh muiz va muzil. Muzil va muiz. Alloh xor qiladi, keyin aziz qilishlik uchun. Tushunarli bo'ldimi? Demak, Alloh taolo ning qo'lida hamma yaxshilik. Nima ish qilsa, mo'min banda uchun yaxshilik. Mulk berdi, alhamdulillah yaxshilik, qo'lidan mulkni olib qo'ydi. Demak, bu ham yaxshilik. Chunki aytdik-ku, ey bandam, berganim aziz qilganim, man qilganim xor qilganim emas. Berganim sinov, man qilganim shifo. Shu yerda boyaga zolim podshohning qo'lidan mulk olib qo'yilgan bo'lsa, unga shifo bo'ldi, unga yaxshilik bo'ldi. Ad-dayyan, jazolovchi, mukofotlovchi. Bu mubolag'a siyg'asidagi kalima. Siyg'ay mubolag'a nima? Alloh taoloning bir ismida siyg'ay mubolag'a bo'ladigan bo'lsa, bu ikkita narsani bildiradi. Sanoqdagi mubolag'a va navdagi mubolag'a. Ya'ni ad-dayyan, jazolovchi, mukofotlovchi har qancha ko'p bo'lsa ham, har qancha katta bo'lsa ham hisob kitob qiladi. Har qancha gunoh ko'p bo'lmasin, ulkan bo'lmasin, qilingan amal qanday bo'lishidan qat'iy nazar, albatta Alloh taolo hisob kitob qiladi. Shuning uchun faman ya'mal misqola zarratin khayran yara. Oyat qarang go'zalligini. Kim zarra vaznicha, misqoli zarra yaxshilik qilsa ham uni ko'radi. Kim misqoli zarra yomonlik qilsa, uni ham ko'radi. Zarra nima o'zi? Mana havodagi changni ko'ringlar.
Bunday quyosh nuri tushib turganda qarasiz, mayda shuni tortadigan tarozi bormi odam qo'lida? Yo'q-a? O'shuning uchun siyg'ay mubolag'a deyapmiz. Alloh taolo mana shu changni og'irligichalik yaxshilik qilsa ham hisob-kitob qiladi. Mana shu zarrani vaznchalik yomonlik qilsa ham, yaxshilik qilsa ham Alloh taolo albatta uni hisoblaydi. Xotirjam bo'laylik. Astagfirullah. Fa va robbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun. Parvardigoringiz nomiga qasamki, albatta ularning barchasidan qilib o'tgan ish amallari haqida so'rarmiz. Qasam ichib aytayapti. Har bitta odamni qilgan ish haqida. Alloh taolo mana payg'ambarimizning hadisida keltirdik, aytdi: "Anal malik, anad dayyan." Men podshohman. Men dayyonman. Ya'ni jazolovchi, mukofotlovchi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Wal birru la yubla." Yaxshilik eskirmaydi. Va zambu la yunsa. Gunoh eskirmaydi. Va dayyanu la yamut. Dayyon zot hargiz o'lmaydi. I'mal kama shi'ta. Xohlaganingda amal qil. Kama tadin tudan. Nima qilsang shuni ko'rasan. Nima qilsang shuni ko'rasan. Aqlli odam faqatgina mana shu kunini g'ami bilan yashamaydi. Oqil kishi ertangi kunni, qiyomat kunning g'ami bilan yashaydi. Kim faqat shu kunni g'ami bilan, shu kunni tirikchiligi bilan, rizqi bilangina band bo'lib qolgan bo'lsa, oqil bo'lmaydi. Oqil odam ertaga yoki indinga keladigan qiyomat kunini hisobi bilan, g'ami bilan yashaydi. Chunki Alloh taolo aytayapti, Parvardigoringiz nomiga qasamki, ularning barchasidan qilib o'tgan ishlari haqida savol so'raladi. Mana bir voqea hodisa sodir bo'lsa, uyda, jo'ralarda ichida, mahalla ko'yda, umuman jamiyatda biz o'sha narsaga hammamiz o'zimizni fikrimizni bildirishni boshlaymiz bir chekkadan. Noto'g'ri qildimi u? O'zi mana qilish kerak edi. Bu o'zining ilmi, dunyo qarashidan kelib chiqib hukm chiqaradi. Bu o'zicha qozi. Bu yo'q unaqa emas, mana bo'lish kerak edi. Bu ham o'zichasiga qozi. Musulmon odam nima deyish kerak edi? Shariatda nima deyilgan shu yerda? Mana shu ish haqida shariatda nima deyilgan deyish kerakmidi? Yo o'zi hakam, o'zi qozi bo'lish kerakmidi? Robbingizga qasam, yo'q, bular hargiz iymoni komil bo'lmaydi toki o'rtalarda chiqqan ishni hal qilishda sizni hakam qilmasa, ya'ni shariatni hakam qilmasa. Shuni ehtiyot bo'laylik. O'shuning uchun oilalar buzilaveryapti-da. O'shuning uchun muammolar tugamayapti-da, o'rtamizda bo'layotgan bir muomalalardagi muammolar. Chunki hamma o'zini nuqtai nazari bor, chiroyli qilib aytganda. O'zini pozitsiyasi bor, o'zini nimasi bor? Ketadi. Prinsipi bor. Fikr emas u, fikr bo'ladi u. Prinsipi bor. Meni prinsipimga to'g'ri kelmadi buni qilgan ishi. Seni prinsipini devorga uramiz. Mo'min odam aytadi, seni prinsiping chekida turadi, shariatda gapi turganda. Shariatda hukmi turganda ham prinsipda turgan bo'lsangiz, musulmon odamning prinsipi islom bo'ladi. Endi mana qozilikka keldik-a. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Ahmaddan bu hadis, Oysha onamiz roziyallohu anha rivoyat qiladilar. Rasululloh aytdilar deydi Oysha onamiz, la yatiyanna alal qodil adl yawmal qiyamati sa'a yatamanna annahu lam yaqdi bayna ithnayni fi tamratin qat. Rasululloh aytadilar, qiyomat kunida bir adolatli qozini ustida shunday bir soat keladiki, unda u ikki kishi o'rtasida bitta xurmo donasini ishida ham hech ham qozilik qilmagan bo'lishni orzu qiladi. U qaysi qozi? Qanaqa qozi? Odil qozi. Adolat bilan hukm yuritgan. Adolat bilan hukm yuritgan qozi qiyomatda bekar qozi bo'lgan ekanman deb boradi. Nimani ishida? Birdan uni xurmoni ishida. Shuning uchun odamlarning ishini hal qilayotgan, o'rtasini ajrim qilib berayotgan, qozilik ishini qilayotgan odamlar Allohdan taqvo qilsinki, xurmoni ustida qozilik qilganiga pushaymon yeydigan kun keladi. Shuning uchun Umar ibn Xattob aytadi roziyallohu anhu, vallohi agar Iroqda, u zot o'zi Madinada turadi. Iroqda bir tuya yo'lni tekismasligidan qoqilib ketsa,
qo'rqaman. Ey Umar, nimaga yo'lni tekizlab qo'ymagan eding deb Alloh mendan so'rashidan. O'zini mas'uliyati deb bilyapti. Chunki addayyan bo'lgan Robbimizdan qo'rqyapti Umar ibn Xattob. Imtihondan eng yaxshi baholarni olib chiqqan Tolibdan so'rashdi. Qanday erishding bunga? Hamma bahosi 5. Bu javob berdi. Yil bo'yi imtihon g'ami meni boshimni tark qilmadi dedi. Yil bo'yi imtihon g'ami kallamda turdi. Shuning uchun chiroyli natijaga erishdi. Biz birodarlar addayyan bo'lgan Robbimiz oldida bir kun turishimiz bor. Shuning uchun biz berishdan yoki olishdan avval, aloqasini uzish yoki bog'lashdan avval, jazo qilish yoki avf qilishdan avval, biron narsani qilmasdan avval shu ishim uchun Allohning oldida javobim tayyormi degan savolni berishimiz kerak. Alloh nima deydi shu ishim uchun? Chunki qiyomat kunida Alloh taolo to'xtatib bitta so'raydi bizdan. Nima uchun bunday qilding? Nimaga ayolingni urding? Nimaga ayolingga taloq berding? Nimaga farzandingni tarbiyasini tashab qo'yding beparvo? Nimaga tijoratda mana bunday ish qilding? Nima uchun umringni telefon bilan o'tkazding? Nima uchun satsani setda o'tirding? Nima uchun televizorda o'tirding? Nima uchun qo'lingdan telefoning tushmadi? So'raydi akalar. La tazula qadama abdin. Payg'ambarimiz aytadilar, bandani qadami qiyomat kunida jilmaydi o'rnidan to umrini nimaga sarflaganini so'ramagunicha. Pulini so'ramagunicha, sog'ligini, yoshligini so'ramagunicha. Har bitta narsamizga javob bor. Birodarlar, addayyan, siyg'ai mubolag'a qancha kichkina bo'lmasin, Alloh uni hisoblaydi. Qancha katta bo'lmasin, albatta hisoblaydi. Va mana shu ishimizga jazo mukofot beradi. Robbimiz addayyan bo'lgan zot. Birodarlar, bu foniy dunyoda turar ekanmiz, shu dunyoni o'zi bilan mashg'ul bo'lib qolmaylik. Abadiy hayotga, abadiy dunyoga tayyorgarlik ko'raylik. Chunki bu kunlarimizda har bittasiga albatta al-Maliki Dayyan bo'lgan zotning oldida hisobga tutilamiz. Alhamdulillahi robbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Hamd sano butun olamlar hojasi, mehribon va rahimli, jazo kunining egasi, podshohi bo'lmish Alloh uchundir. Bir kunda 5 mahal o'qiymiz namozimizda Maliki yawmiddinni tushunmalaylik. Xulosa. Jahannam ahlining mushkulasi, muammosi nimada edi? Do'zaxga tushib qolishiga sabab nima edi? Ilmsizlik edi. O'zi birodarlar, hamma muammoimiz ilmsizlikdan. Xoh tabobatda bo'lsin, xoh handasada bo'lsin, xoh iqtisodda bo'lsin, xoh bola tarbiyasida bo'lsin, xoh xotin tarbiya qilishda bo'lsin, xoh ota-ona bilan qilayotgan muomalada bo'lsin, nimaki xatoga qoqilayotgan bo'lsak, nima bir nuqsonga yo'l qo'yayotgan bo'lsak, illati bitta. Nima ekan u? Ilmsizlik. Dalil: Astagfirullah. Va qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ular kofirlar yana agar bizlar payg'ambar so'zini tinglab, aql yurgizguvchi bo'lganimizda, ya'ni shu payg'ambarning gapini eshitib, shuni ilmini o'rganib, aqlimizni yurgizganimizda do'zax egalari qatorida bo'lmas edik. Shuning uchun ota-onamiz bilan qilayotgan muomalada mushkula chiqayotgan bo'lsa, bilingki, o'sha muomaladagi ilmdan bexabarsiz. Imoratingiz yiqilib tushdi yoki devor yorilib ketdi. Bilingki, shu imorat ilmida siz xatoga yo'l qo'ygansiz. Musulmonlar bir-birimiz bilan bo'linib, firqa-firqa bo'lib, uzoqlashib ketyapmiz. Bitta mahallada, bitta ko'chada katta bo'lib turib. Bilingki, mana shu din deb o'rganayotgan narsamiz o'zi aslida ayrim jamoatlarning fikri emasmikin? Demak, dinni o'rganishlikda, ilmda xato qilyapmiz. Shuning uchun dinning nomi bilan bo'linib ketyapti ayrim odamlar. Sport birlashtiryapti. Samovar birlashtiryapti. Choyxona. Hobbilar birlashtiryapti. Hamma narsa birlashtiryapti, ammo dinni mahkam ushladim degan ayrim odamlar bo'linib o'lyapti. O'zi bo'linishlik dinni tabiatiga mutlaqo to'g'ri kelmas edi-yu. Demak, shu bo'layotganlar dinda ushlagan emas. Ayrim jamoatlarda, ayrim guruhlarda, ayrim toifalarda zakazini bajarayotgan odamlar. Akalar, din bo'lmaydi. Din nima qiladi? Dindor emasdan, namoz o'qimasdan qing'ir qilishib yurganda yurardi qarindoshlar bilan ham birida.
Ko'chada ulfatlar bilan birida din tushgan ekan bo'linib qoldi-da. Din birlashtiradi akalar, din bo'lmaydi. Agar siz o'rganayotgan narsa bo'layotgan bo'lsa, sizni boshqalardan bilingki bu din emas bu. Xulosa. Agar birodarlar dunyoni istasak, ilmni lozim tutaylik. Oxiratni istasak, ilmni lozim tutaylik. Agar ikkalasini teng xolasak, ilmni lozim tutaylik. Agar biz ilmga ozgina qismimizni bersak, ilm bizga hech narsasini bermaydi. Agar borlig'imizni ilmga bersak, ilm bizga o'zini ozginasini beradi. Kishi tolibi ilmman deb yurar ekan, u to'g'ri yo'lda boradi. Ammo men ilmli bo'ldim dedimi, to'xtadi. Johillar qatorida bo'ladi. Tolibi ilm dunyosidan oxiratini ustun qo'yadi. Tolibi ilm dunyodan oxiratni ustun qo'yadi-da, natijada ikkalasida ham yutadi. Endi johil kishi esa ilmdan uzoq bo'lgan odam dunyosini oxiratidan ustun qo'yadi, natijada ikkalasida ham mag'lubiyatga uchraydi. Alhamdulillahi robbil alamin, ar-rohmanir rohim, maliki yawmiddin. Ya'ni jazo kunining podshohi bo'lgan mehribon va rahimli Alloh taologa barcha hamd sanolar bo'lsin. Biz bir kunda 30 martadan ko'proq tilovat qilamiz Fotiha surasini. Maliki yawmiddin, jazo kunining podshohi. Ad-Dayyan, jazolovchi, mukofotlovchi. Alloh taoloning Ad-Dayyan ekanligini bilishlik bandani taqvoga, istiqomatga yetaklaydi. Alloh taolo Ad-Dayyan bo'lgan zot. Hamma narsani biladi, hisob kitob qiladi, jazolaydi. Agar mana shu haqiqatni banda anglab yetadigan bo'lsa, ustida puxta hisob kitob borligini, mukofot yoki jazo borligini bilsa, Robbisini itoatiga kirmay iloji yo'q. Demak, itoatdan tashqarida fisq fujurda yurgan odamlar Alloh taoloning Ad-Dayyan ekanligidan bexabar. Ularning mana shu ilmsizligi gunoh ma'siyatda doimiy bo'lishiga sabab bo'ladi. Alloh azza va jalla Qur'onda marhamat qiladi. Astagfirullah. Allohullazi xalaqa sab'a samawati va minal ardi mithlahun. Yatanazzalul amru baynahunna lita'lamu anna Alloha ala kulli shay'in qodir va anna Alloha qad ahata bi kulli shay'in ilma. Alloh azza va jalla 7 osmonni va yerdan ham o'shalarning mislini yaratgan zotdir. Allohning amri farmoni ularning o'rtasiga nozil bo'lib tarqalib turur. Osmon bilan yerning o'rtasida tushadi, hukmi tarqalib turadi. Toki sizlar Allohning barcha narsaga qodir ekanligini va Alloh barcha narsani o'z bilimi bilan ihota qilib olganini bilishlaringiz uchun u zot sizlarga xabar berdi. Qarang, osmonlar va yerning yaratilishidagi sabab, illat bu li ta'lamu, bilishingiz uchun. Ya'ni bilib qo'yinglar, Alloh taolo hamma narsani o'zini ilmi bilan ihota qilgan. Hamma narsani bilib turadi. Nima dedik, nimani o'yladik, qayoqqa bir qadam bosdik, u osmondami, suvni tagidami, yerni tagidami, Alloh taoloning ilmidan biror narsa maxfiy bo'lmaydi. Alloh azza va jallaning mana shu mahluqotlari haqida fikr qilish siz bilan bizni Alloh taoloning oldiga olib keladi. Allohni qanchalar tanisak, undan shunday bir qattiq qalbimizda unga nisbatan muhabbat bo'ladi, uni hisobidan qattiq qo'rqishli bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qilganlar, muttafaqun alayhi bo'lgan hadis. Inna lillahi ta'ala 99 isman illa wahidan. Man ahsoha dakhalal janna. Albatta Alloh subhanahu va taoloning 99 ta ismi bor. Bir kam 100 ta. Kim ularni ihso qilsa, ya'ni o'qib, o'rgansa, sanasa, ma'nolarini anglasa, jannatga kiradi. Biz mana shu 99 ta ismini, birodarlar, o'qib o'rganyapmiz. Mana Alloh taolo aytdi: "Va annalloha qad ahata bi kulli shay'in ilma." Alloh azza va jalla barcha narsani o'z bilimi bilan ihota qilib qo'ygan. Demak, Alloh biladi, hisob kitob qiladi, jazolaydi. Shu narsadan xabarimiz bo'lar ekan, shu narsa esimizdan chiqmas ekan, shu haqiqat yodimizdan ko'tarilmas ekan, biz mustaqim yo'lda bo'lamiz. Mana bir misol bilan tushuntiraylik. Inson qachon majbur Alloh taoloning itoatida bo'ladi? Qachonki Alloh taoloni bilishini, hisob kitob qilishini, jazolashini bilsa. Misol,
shaharda bir katta bir perekroskasi deylik. Svetofor qizil chirog'i yondi. Haydovchi kelib to'xtaydi. Shu svetoforning o'rtasida mirshab turibdi kuzatib. Nandaroqda yana bitta mirshab mashinada o'tiribdi kuzatib. Shu perekroskaning ustida kamera turibdi yozib. Savol. Shu haydovchi qizil chiroqqa yuradimi hozir? Yurmaydi. Nima uchun yurmaydi? Shu yo'l harakatini, qoidasini joriy qilgan hukumat uni kuzatib turibdi. Ko'rib turibdi. Hukumatning ikkita mirshabi turibdi. Yurib o'tib kelsa, quvib boradi. Agar qochib kelsa, kamera turib yozib qo'ygan. Nima uchun yurmaydi boyagi haydovchimiz? Chunki shu yo'l harakati qoidasini joriy qilgan hukumat uni kuzatib turibdi. Kamerasi kuzatyapti, mirshabi kuzatyapti. Demak, hukumatning u haqidagi ilmi shu haydovchini qoidani bo'lishligidan man qiladi. Xuddi shunga o'xshagandek, siz bilan biz Alloh taoloning ad-dayyan ekanligini bilsak, bilishini, yozib qo'yishini, hisob qilishini biladigan bo'lsak, unga osiy bo'lishlikdan qo'rqamiz, tiyilamiz. Chunki aqlli odam yurmaydi-da boyga qizil chiroqqa. To'g'rimi? Oqil, xushyor inson qanday bo'ladi? Asarlarda keltiriladi, Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'zining ashablari bilan ko'chada ketib borar ekanlar, Madina ko'chalarida bir majnun odamga to'g'ri keldilar. Ya'ni past odam. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam so'radilar, "Bu kim? Kim bu?" Ashoblar bu majnun deyishdi. Ya'ni jinni. Rasululloh aytdilar, "La, hada mubtala. Al-majnun man asalloha." Yo'q, bu mubtalo, balolangan inson. Majnun Allohga osiy bo'lgan kishi. Allohga osiy bo'lgan kishi majnun. Aytyapmiz-ku, aqli hushi joyida bo'lib turib, boyaga haydovchi qizligi yuramidi? Oqilligi uchun turibdi-da. Endi Robbisini jazolashligini, ad-dayyan ekanligini bilib turib ham gunoh qilayotgan bo'lsa, demak bu odam emas, oqil emas, balki majnun bo'ladi. Shuning uchun bir odam dunyoviy ilmlarda bir ma'lum bir darajaga erishgandir. 5 ta diplomi bordir. Ammo agar mana shu o'zini ilmli deyotgan odam, 5 ta diplomi bor odam gunoh ma'siyatda doim bo'lsa, dunyoga nimaga kelganligini bilmasa, nimaga yashayotganligini bilmasa, qayerga ketishligini izlab topib o'rganmasa, bu odamni birodarlar shariat nuqtai nazaridan oqil deb bo'lmaydi. Ma'qulmi? Undan ko'ra o'sha maktabni nari beri tugatgan ona dehqon 70 ga kirgan. Ilmliroq shariat nuqtai nazaridan. Chunki qayerdan kelganini biladi, nimaga yashayotganini biladi, qayerga qarab ketayotganligini biladi, shunga qarab tayyorgarlik qiladi. Chunki har qancha ilmiylar katta bo'lmasin, birodarlar, diplominglar mingta bo'lmasin, o'lganinglarda diplom qayerda qoladi? Qayerda qoladi? Unvoningiz ham qoladi, pagoningiz ham qoladi, udostayringiz ham qoladi, pulingiz ham qoladi, diplom hammasi qabrda ustida qoladi. Endi u yoqqa amali bilan, iymoni bilan kiradi. Alloh azza va jallaning asmoul husnosini o'rganishlik siz bilan bizga lozim va lobitdir. Ustimizda ilm o'rganishlik farz, birodarlar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin va muslimatin. Har bitta erkak, ayol musulmonga ilm talab qilishlik farz. Endi mana shu ilmni farzi ayin bo'lgani bor, farzi kifoya bo'lgani bor. Farzi ayin bo'lgani shunaqa ilmki, hamma bilishligi kerak. Masalan, 5 mahal namoz, tahorat, g'usl. Farzi kifoya shunaqa ilmki, musulmonlardan bir ayrimlari shu narsani o'rganib qo'ysa, shu ilmda qolganlardan soqit bo'ladi. Masalan, parashyutist. U uchun qaysi ilmni bilishlik farzi ayin? Parashyut haqidagi. Qaysi ilmni bilishlik farzi kifoya? Aytinglarchi? Parashyut qaysi materialdan yasalgan? Qaysi kompaniya tikkan? Qanaqa ip bilan tikkan? Qaysi mashinka bilan tikkan? Bu farzi kifoya. Uni bilmasa ham hech narsa bo'lmaydi. Ammo farzi ayin bo'lganichi? Qaysi ilm farz? U parashyutni qanday tahlasa ochiladi. Shuni bilishi farz. Va qaysi ip tortsa ochiladi, shuni bilishi farz. Ammo yuqoridagi narsalarda bilmasa hech narsa bo'lmaydi. Xuddi shunga o'xshagandek, birodarlar. Siz bilan biz bilishimiz farz, lozim, lobit bo'lgan ilm bor va bizga farzi kifoya bo'lgan ilm bor. Mana shu
Alloh azza va jallaning asmoul husnosi haqidagi ilm bizga farzi ayn. Chunki ad-dayyan ekanligini bildingiz. Ar-Razzoq ekanligini bildingiz. Ar-Rohim ekanligini bildingiz. Allohdan boshqaga suyanmaysiz? Yana bitta misol. Xullas bir odam mashinani oldi, uzoq safarga chiqdi. Sayohatga. Ozgina yurgandan keyin tablosida qizil chiroq yonib qoldi. Yo'qdi, chiroq yonib qoldi. Nima degani bu? Zinat uchunmi? Haligi haydovchi buni bilmaydi nimaligini. Shu ilmdan bexabar. Ketaveradi, chiroq yonib turibdi deb. Ozginadan keyin mashina to'xtaydi, motor o'shab qoladi, sayohat qoladi, katta chiqimga tushadi. Demak, mana shu haydovchini shu ilm haddan bexabarligi uni safarini to'xtatib qo'ydi. Demak, siz bilan biz Robbimizni asmoul husno va sifatul ulosini biladigan bo'lsak, birodarlar, juda ko'p muammolarimiz oldi olinadi va doim haqda bardavom bo'lamiz. Demak, ilmsizlik musibat ekan, johillik qotil ekan. Dinimizda siz bilan biz bilishimiz kerak bo'lgan farz ilmlardan qanchasi turibdi? O'shalar bilan shug'ullanmasdan nafil bo'lgan, kifoya bo'lgan ilmlar bilan ovora bo'lib yuribmiz. Ba'zida sunnatni mahkam ushlayapman deb, tashqi ko'rinishini sunnatga muvofiq qilyapman deb tirishib yurgan ukalarni ko'ramiz. Ota-onasi bilan qilayotgan muomalasi, birodarlar, mutlaq shariatga to'g'ri kelmaydi. Seni, birodar, shaklingni sunnatga muvofiq qilishingdan ko'ra, ota-onangni duosini olishliging, ularga xizmat qilishliging lozimroq edi, lobutroq edi. Nafil bo'lgan ishga chiqib ketyapti, uyda farz yoki vojib bo'lgan amal qolib turibdi. Shuning uchun yaxshilab bilib olaylik. Qoida: ilm amaldan burun turadi. Ilm amaldan burun turadi. Agar kim ilmidan bexabar bo'lib turib amalga kirishib ketsa, nima bo'ladi? Qovun tushadi. Da'vat bo'ladimi bu? Nasihat bo'ladimi bu? Sport bo'ladimi bu? Tijorat bo'ladimi? Hunar bo'ladimi? Nima bo'lishidan qat'iy nazar ilmini o'rganishimiz kerak. Ma'qulmisizlar? O'zi qaranglarda, xuddi mana shu da'vatni o'zi ham, islomga da'vat qilishida o'zi ham, shu da'vatni qilayotgan odam, shu da'vat ilmidan xabari bo'lmay turib da'vat qilsa, biroq quloq solmayapti. Uni da'vatini biroq qabul qilmayapti. Bo'lmasa musulmonlarga gapiryapti. Nimaga qabul qilmayapti? Demak, shu da'vat ilmidan xabari yo'q shu odamni. Qoida: ilm amaldan muqaddam turadi. Kishining iymonini afzali qaysi? Kishining iymonining afzali Alloh doim u bilan birga ekanligini bilishi. Alloh doim men bilan birga dedingizmi? Demak, iymoningiz eng yaxshisi mana shu. Endi iymonning eng oliysi qaysi? Allohni ko'rib turganingda ibodat qilishing. Garchi Allohni ko'ra olmayotgan bo'lsang ham, u seni ko'rib turibdi. Alloh taolaning ad-dayyan ekanligini bildingiz. Biladi, yozib qo'yadi, jazo beradi. Mana shu narsani bilasizmi? Demak, iymonning eng oliysi sizda. Chunki qarang, masalan, prezident oldida turibsiz, yurtingizni prezidentining oldida turibsiz. Qanaqa turasiz? Qanaqa turasiz? Rovni turasiz. Oshiqcha harakat qilmaysiz. Bitta so'zni oshiqcha gapirasizmi? Qanaqa o'zi taklif qildi sizni, prezidentning qasiga taklif qilganda bilasizmi? Bir oy tayyorgarlik ko'rasiz. Nimalarni yangilaysiz? O'zi kiyimingiz yangi kiyim olasiz. Sartaroshga kechqurun borasiz. Prichoskalarni qilasiz, atirlarni sepasiz, mashinada borasiz-da. Bitta o'zingizga o'xshagan odam, faqat davlat rahbari, ni oldida turishlik uchun qanchalar o'zingizni nazorat qilib turishingiz kerak bo'lsa. Chunki ko'rib turibdi-da prezident sizni. Endi Robbingiz ko'rib turganda qanaqa turishingiz kerak edi? Aytdi-ku, kim ma'siyatda, fisq, fujurda davomiy qolib ketadi? Robbisini ad-dayyan ekanligi, Robbisini kuzatib turuvchi ekanligini bilmagan odam. Bilmagan odam. Alloh subhanahu va taoloni asmoul husno va oliy sifatlarga bo'lgan iymonimiz, birodarlar, haqiqiy iymon bo'lishi kerak. Shayton nima degan edi? Fa bi izzatika, izzatingga qasam degan edi. Demak, Alloh taoloni azizligiga iymon keltirdi. Fa anzirni ila yawmi yub'asun. Meni
insonlar, umuman mahluqotlar qayta tiriladigan kungacha tirik qo'ygin degan edi. Qayta tiriltirishiga iymon keltirgan edi. Xaloqtani minnar, meni olovdan yaratding degan edi. Yaratganiga iymon keltirgan edi. Xoliqligiga, robligiga, aziz ekanligiga, qiyomat kuni tiriltirishiga, qiyomat kuni qoyim qilishiga iymon keltirdi, ammo Alloh taoloning asmaul husnosidan bexabar edi. Tanimagan edi. Demak, Alloh taologa ibodat ham qilmagan edi. Birodarlar, Allohning borligiga mutlaq ishonmaydigan odamlar ko'p bo'lmaydi. G'irt kofirlar ko'p bo'lmaydi. Insonning tabiatida Alloh taologa sig'inishlik fitratida bor narsa. Hatto mushriklar ham o'sha toshiga, g'ishiga suyanayotib turib aytadiki, astag'firullah, ma na'buduhum illa liqarribuna ilallohi zulfa. Biz o'sha xudolarimizga faqat ular bizni Allohga yaqin qilishlari uchungina ibodat qilamiz deyshar edi. Ya'ni Allohning borligiga ishonadi, faqat o'rtaga vositachilarni qo'yib qo'ygan. Endi inson Allohning borligiga iymon keltirdi-yu, bu iymoni Allohga itoatga yetaolmaydigan bo'lsa, bu iymonni qiymati yo'q. Biz ham Allohga ishonamiz, biz ham la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deymiz, deyapti. Va shu kalima bilan musulmon bo'ldi, ammo qiymati baland emas buni, qiymati yo'q iymonini. Chunki haqiqiy iymon bo'lganida itoatga yetaolmay iloji yo'q edi. Bir inson qiyomatda borligiga ishonaman deyapti-yu, lekin mahluqotlarga aziyat yetkazishdan to'xtatmayaptimi shu iymoni? Demak, bu iymonining ham qiymati yo'q. Iymoni yo'q emas, iymoni bor, iymonining qiymati yo'q. Allohga bo'lgan iymon, uni itoatiga bizni tortishlik kerak. Qiyomat kuniga bo'lgan iymon mahluqotlarga aziyat yetkazmaslikka bizni chaqirishlik kerak. Tushunarli bo'ldimi? Mana shu ham qoida edi. Qaytaramiz. Allohga bo'lgan iymon uni itoatiga chaqiradi bizni. Qiyomat kuniga bo'lgan iymon mahluqotlarga aziyat yetkazmaslikka chaqiradi bizni. Agar shu ikkita ishni qilmayotgan bo'lsak, iymonimizning qiymati, qadri yo'q ekan. Kimni iymoni Alloh taoloning toatiga yetaklagan bo'lsa, bas bu kishi najot topgan haqiqiy mu'min ekan. Alloh azza va jalla insonga idrok qilishlik quvvatini, fikr yuritishlik quvvatini berdi. Ya'ni oliy ehtiyoji bor va quyiroq bo'lgan ehtiyoji bor. Quyiroq bo'lgan ehtiyoj nima? Ovqat, kiyim, issiq, sovuq, uy, juft. Bu quyiroq ehtiyojlarimiz. Bu ehtiyojlar hayvonda ham bor. Unga ham ovqat kerak, unga ham juft kerak, unga ham uy kerak. Bu masalada jonivorlar bilan odamlar bir xil. Quyi ehtiyojlarimizda. Ammo oliy ehtiyojlar bor bizda. Shu ehtiyojlarni qondirmasa, faqat quyi ehtiyoji bilan yuradigan bo'lsa inson ana shu hayvonlar darajasiga yaqin bo'lib qoladi, shun bo'ladi. Ruhini talablariga, oliy ehtiyojlariga labbay demagan, ularni qanoatlantirmagan kishi hayvonlik darajasiga tushib qoladi. Amwatun g'ayru ahya deydi Alloh taolo. Ular jonsiz o'liklardir. Boshqa oyatda inhum illa kal an'am balhum adallu sabila. Allohning itoatidan uzoq bo'lgan kofirlar, ular hech narsa emaslar, magar chorva hayvonlari kabidir. Yo'q, ular yanada yo'ldan ozganroq kimsalardir. Hushubun musannada, ular go'yo devorga yo'lab qo'yilgan yog'ochlarga o'xshaydi. Oliy ehtiyojimiz bor, birodarlar. Aqlimizning ehtiyoji, ruhimizning, qalbimizning ehtiyoji bor. Agar bularni qanoatlantirmasdan faqat quyi ehtiyojlar bilan ovora bo'lib qolsak, hayvonlar darajasiga tushib qolamiz, birodarlar. Astagfirullah. Ar-Rahman allamal Qur'an, xalaqal inson, allamahul bayan. Mehribon Alloh Muhammad alayhisalom va uning ummatlariga Qur'onni ta'lim berdi. U zot insonni yaratib, unga nutqni ta'lim berdi. Mana shu bayon, nutq, birodarlar, siz bilan bizni boshqa jonivorlardan ajratib turadi. Voy, bilasizmi, nutq qanaqa ne'mat? Kuragimni qashib qo'ydingiz. Bo'ldi, topib qashiydi. Endi shuni tilsiz tushuntiring-da. Yo'q, ichim burab, qonim og'riyapti degan narsani aytmasdan, mimika bilan, gestikulatsiya bilan tushuntirib ko'ring-da. Alloh taolo nima dedi? Unga bayonni ta'lim berdi. Inson yaratilmasdan avval unga Qur'on o'rgatilishi mumkinmi? Yo'q, avval yaralish kerak. Lekin avval nima dedi? Qur'onni o'rgatdi, keyin yaratdi deyapti.
O'zi aslida yaratdi, ta'lim berdi, keyin Qur'onni o'rgatdi deyish kerakmidi? Yo'q, Ar-Rahman, allamal Qur'on. Qur'onni o'rgatdi deb avval aytdi, yaratishidan avval. Inson yaralmasdan avval unga Qur'on o'rgatish mumkinmi? Yo'q. Oyatdagi tartib birodarlar foyda tartibi emas, balki martaba tartibidir. Ya'ni inson yashasa, uni hayoti bir manhaj ustida bo'lmaydigan bo'lsa, vujudda borligini foydasi yo'q. Masalan, nimaga yashayapti odamlar ko'pchiligi? O'sha savolni bersin-da o'ziga. Ertaman turdi, ishga boradi. Ha, xo'p, ishga boradi. Nimaga ishga bording? Ha, pul topgani bordim. Nimaga pul topasan? Bola chaqa boqqani. Nimaga bola chaqa boqyapsan? Ha, mendan keyin qolgani. Qoldirishdan maqsad nima? Ha, ketasan ertaga. Manhaj yo'q. Aytdi-ku, bir odamning 5 ta diplomi bo'lsa-yu, qayerdan kelganligini bilmasa, nimaga yashayotganligini bilmasa, qayoqqa ketishligini fikr qilmasa, payg'ambarimiz aytibdilar, bu majnun jinni emas bu. Majnun kim? Allohga osiy bo'lgan odammi majnun deyapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Alloh taolo ad-dayyan, jazolovchi, mukofotlovchi bo'lgan zot. Alloh subhanahu va taolo gunohkor bandaning zarariga hujjatni qoyim qiladi. Bir qozi yoki hokim birovni jazolamoqchi bo'lsa, uni jazolashligi uchun hujjat dalil keltirishlik kerak. Qilgan gunohini aybini bo'yniga qo'yishlik kerak va mana shu keltirgan dalili uni beradigan jazosini oqlaydi. Demak, Alloh taolo dayyan bo'lgan zot, ad-dayyan bo'lgan zot bandasini ustiga hujjatni keltiradi. Aytadi: "Astagfirullah, iqro kitabak, kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba." Va unga deyilur: "Nomaya amalingni o'qi. Bugun o'z nafsing o'zingga qarshi yetarli hisobchidir." Akalar, biz iymon keltirganmiz. Va inna alaykum la hafizin kiroman katibin. Albatta, ustinglarda saqlovchi ikkita hurmatli yozuvchimiz bor. Bu ikkita farishta hojatxonaga kirganimizda tushib turadi. Jufti bilan yaqin bo'lgan paytda tushib turadi, boshqa payt ustimizda. Bironta so'z, bironta harakatimiz yozilmay qolmaydi. Innalloha kana alaykum raqiba. Albatta Alloh ustingizda kuzatuvchi bo'lgan zotdir. Ha, bo'pti, shu ikkita o'rinda tushib ketar ekan. Shu paytdagisi nima bo'ladi gunohlarda? Alloh taolo aytayapti, albatta Alloh ustingizdan kuzatuvchi bo'lgan zotdir. Agar ular yozmagan bo'lsa, Alloh taolo bilib turadi. Agar bir odamga seni telefoning proslушкада ekan desa, qana qilib gapiradi? Qana qilib gapiradi? Juda ham terib gapiradi. Oz gapiradi, iloji bo'lsa umuman ishlatmay qo'yadi telefonini. Ya'ni o'zingga o'xshagan odam seni kuzatyapti ekan degan narsa, shu ilm uni og'zidagi gapni elab qo'yapti. Yoki seni orqangda odam bor ekan kuzatib yurgan desa, haligi odam o'zi biladi nima ish qilish qilmasligini. Haligi odam ko'rmay qolishi mumkin bir xil ishingizni. Haligi yozayotgan apparati yozmay qolishi mumkin gapirayotgan gapingizni. Ammo shunday bo'lsa ham juda ehtiyotkor bo'lasiz. Endi yelkangizda ikkita farishta turgan bo'lsa-chi, ad-dayyan bo'lgan Robbingiz kuzatib turganini bilsangiz-chi. Bunaqa odamga qora oldi ham kerak yo'q, mirishyapti ham kerak yo'q, nimani ham kerak yo'q. Kamerani ham kerak yo'q-da. Demak, xulosa qilsak aytamizki, Alloh taoloning ad-dayyan ekanligidan bexabar bo'lgan inson, Alloh taoloning kuzatib turishidan bexabar bo'lgan inson gunoh ma'siyatga kirib ketadi. Gunohga uni nima yetayapti? Bexabarligi, boshqacha qilib aytsak, ilmsizligi. O'zi hamma musibat shu bitta so'zga borib taqaladi, ilmsizlik musibatiga. Va huwa ma'akum aynama kuntum. Sizlar qayerda bo'lmanglar, u zot sizlar bilan birga. Shuni his qilsangiz, Alloh taoloning ad-dayyan ekanligini bilsangiz, albatta gunohdan tiyishligingiz oson bo'ladi. Ad-dayyan kalimasidan olinadigan yana bir ma'no xabardorlik, hujjat keltirish va hisob qilish. Alloh ad-dayyan biladi, hisob kitob qiladi, jazolaydi. Biladi, yozib qo'yadi, hisob kitob qiladi, jazolaydi. Mana shu 4 dona so'zni yaxshilab qalbimizga joylab olsak, gunohni tark qilishlik juda ham oson bo'ladi. Shahardagi katta перекрестка qizil chiroq yonib turibdi. Haydovchi to'xtadi. Ikkita mirshab kuzatib turibdi, kamera yozib turibdi.
Buzadimi qoidani? Buzmaydi. Qachon buzadi qoidani? Kechasi soat 3, mirshablar yo'q, kamera buzilib yotibdi. O'shanda buzadi. Qachon buzar ekan? Uni kuzatib turuvchilar yo'qligini bilganidan keyin. Lekin siz bilan biz birodarlar kuzatib turgan kuzatuvchilarimiz kiroman katibin farishtalarimiz, ular uxlamaydi. Ular abedga chiqmaydi. Ular charchab ketmaydi. Ularning fleshkasi to'lib qolmaydi. Afa hasibtum annama xalaqnakum abathan. Alloh taolo so'rayapti. Yoki sizlarning gumoningizcha biz sizlarni behuda yaratdikmi? Bironta ish behuda bo'lishi mumkinmi bu vujudda? Yo'q. Mutlaq komillik egasi bo'lgan Robbimiz bironta ishni bekardan qilgan bo'lishi mumkinmi? Yo'q. Alloh taolo so'rayapti. Nima? Bekarga yaratildi deb o'ylayapsizlarmi? Va annakum ilayna la turja'un. Biz oldimizga qaytib kelmaymiz deb o'ylayapsizlarmi? Ta'alallohul malikul haq. Bunaqa bema'ni garchilikdan Alloh subhanahu taolo pok bo'lgan zot. Bir universitetni tasavvur qilaylik, jomiyani katta pul evaziga qurilgan. Katta pul sarflangan. Isitishiga, sovutishiga, jihozlariga, muallimlariga. Muallimlarni ko'p mehnati vaqti sarflangan o'quvchilarga. Endi shu jomiya yilda oxirida talabalarni imtihon qilmasdan chiqarib olishligi aqlga sig'adimi? Qarang, odam bolasi bekarchi ish qilmaydi. Shuncha pulga qurildi, shuncha vaqt sarflandi, mehnat sarflandi, endi yilda oxirida nima bo'lish kerak? Imtihon bo'lish kerak. Xuddi shunga o'xshaganda birodarlar, lillahi masalul a'la, 70 yil 80 yil yashadingiz yerda. Yedingiz, ichdingiz, birodar haqqini yedingiz, zikini yeb ketdi. Hisob kitob bo'lmasdan shunday tugab ketishligi aqlga sig'adimi? Ayaqsabul insanu an yutraka suda. Alloh taolo yana so'rayapti. Inson bekor tashlab qo'yilishini o'ylarmi? Hisob kitob qilinmasdan oxiratda, dunyoda yozib, tekshirilmasdan o'z holiga tashab qo'yadi deydimi? Birodarlar, hayotda Alloh taolo kimidir boy, kimi kambag'al qildi. Kimi quvvatli, kimi quvvatsiz qildi. Kimi xo'jayin, kimi itoatda qildi. Endi biroda haqqini yedi. Quvvatli odam quvvatsizga zulm qildi. Shu bilan dunyo tugadi, ketdimi? Aql qabul qiladimi buni? Buni hisobi bor degan narsa qalbingizga, mo'minning qalbiga taskin beradigan eng katta narsa oxiratga bo'lgan iymoni. Haqqini yeb ketdi. Urdi, sindirdi, bu narsasini tortib oldi, xullas zulm qildi. Bu javob bera olmadi. Ichi yonadi. Mo'min odam nima deydi? Hali qiyomat bor deydi. Xotirjam turadi. Bersiz shu dunyoda olaman og'ayni deydi. Yo aka deydi. Bermasiz qiyomatga qoldi deydi. Deydi, xotirjam ketaveradi. Zo'ra. O'shuning uchun mo'min odam insult bo'lmasligi kerak, 3-4 chaqasini yo'qotsa. Insult bo'lmasligi kerak. Chunki kim bor? Addayyan bo'lgan Robbimiz subhanahu va taolo bor. Qanday kun bor? Qiyomat kuni bor. Oxiratga bo'lgan iymoni mo'minning qalbiga mana shu taskinni beradi. Addayyan ismidan olinadigan bitta ma'no, Alloh taolo haloyiqni hammasini o'ziga tamomiy bo'yinsundiradi. Qul lillahil hujjatul baligha. Ayting, yetuk hujjat faqat Allohning hujjatidir. Qiyomat kunida ustimizga qo'yiladigan, bizni zararimizga qo'yiladigan hujjat, birodarlar, komil. Hech kim uni inkor qila olmaydi. Va kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. O'zingga o'zing kifoya qilasan hisob kitob uchun, deyapti. Sizni o'zingizni shu qilgan gunohlaringizni, shu gunohlarni qilgan a'zolaringiz o'zi aytib turadi. Al-yawma naqtimu al-afwahihim. U kunda og'izlariga muhr uramiz, deyapti Alloh taolo. Oyoq qo'llarini gapirib qo'yamiz qilgan ishlari ustida deydi. Hujjat qoyim bo'ladi. Hech kim yuz o'gira olmaydi. Hech kim bu narsani inkor qila olmaydi. Alloh taolo puxta, nozik, daqiq hisob kitob qiladi. Bironta odam inkor qila olmaydi uni hujjatini, dalilini. Bir arobiy kelib, "Ya Rasululloh, menga nasihat qiling, faqat qisqaroq qiling" dedi. Shu soddalik bilan kelib, qisqa nasihat qilib qo'ying, ozgina bo'lsin dedi. Endi chakana narsani aytish kerakmi o'zi aslida? Rasululloh ikkita oyatni o'qib berdilar. Astagfirullah. Faman ya'mal mithqala zarratin khayran yara va man ya'mal mithqala zarratin sharran yara. Bas kim zarra misqolichalik yaxshilik qilsa, o'shani ko'rur qiyomat kunida.
Va kim zarra misqolichalik yomonlik qilsa, uni ham ko'rur. Yana qanaqa nasihat kerak? Chunki addayyan bo'lgan, jazolovchi, mukofotlovchi bo'lgan Robbimiz zarra vaznchalik yaxshilik bo'lsa ham ko'rsatib unga mukofot beradi. Zarra vaznchalik yomonlik bo'lsa, uni ko'rsatib turib, albatta unga jazo beradi. Haligi Arobiy kifoya qiladi dedi. Bo'ldi dedi. Tushundim dedi. Rasululloh aytdilar, faquhar rajul dedi. Faqiha deyilsa tushundi, angladi, ammo faquha bo'lsa fiqh ilmiga ega bo'ldi. Bu o'rinda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam faquha dedilar. Ya'ni fiqh egasi bo'ldi. Addayyan kalimasidan olinadigan yana bir ma'no, Allohning jazosidan hech kim qutula olmaydi. Hech kim qutula olmaydi. U kunda birodarlar oyoq qo'llar ishlamaydi. Alloh taolo qiyomatga, mahshargohga hammamizni tikka qilib qo'yadi. Uni iznisiz hech kim bir og'iz so'z ayta olmaydi. Uni iznisiz hech kim harakat qila olmaydi, qimillay olmaydi. Hech kim Allohning mukofotidan ham, jazosidan ham qutula olmaydi. Bu dunyoda qutulib ketish yo'llari ko'p. To'g'rimi? Muhimi kerak odamlar bilan tanishligingiz bo'lsa bo'ldi. Palonchi urug'dan bo'lsangiz bo'ldi. Palonchini jiyani bo'lsangiz bo'ldi. Qutulib ketasiz. Dunyodagi odamlar beradigan jazodan qutulib ketish mumkin, lekin qiyomatda birodarlar hech kimga kuyinmaydi, hech kimga foyda zarar keltira olmaydi. Alloh taolo aytadi, astagfirullah, inna kaydi matin. Albatta mening makrim qattiqdir. Birodarlar, yer yuzidagi eng mustahkam materiallardan bu po'lat. Yuzlagan metr baland turadigan imoratlar po'latga suyanadi. Bu katta ko'priklar mana shu po'latdan qilinadi. Po'latdan bo'lgan troslarga osib qo'yiladi. Mustahkamligi uchun, pishiqligi uchun. Alloh taolo aytayapti, albatta mening makrim, hisob kitobim, jazo mukofot berishim qattiq deb aytadi. Hech kim qutula olmaydi undan. Demak, osiy banda hech qachon Allohning jazosidan, iqobidan qochib qutulib keta olmaydi. Wala yahsabannallazina kafaru sabaqu. Kofir bo'lgan kimsalar ustun keldik deb hisoblamasinlar. Kofir inson mo'minga zulm qilyapti. Musulmonlar xor bo'lyapti hozir yer yuzida. Kofirlar zulm qilyapti. Hech kim jazosini bermayapti. Zo'r yashab o'tib ketyapti dunyoda. Lekin o'tib ketyapti baribir. Dunyoda jazosini olmasdan o'tib ketyapti ko'pchiligi. Robbimiz aytayapti, kofir bo'lgan kimsalar ustun keldik. Ya'ni g'olib bo'ldik. Hech kim bizni jazoimizni bermadi deb o'ylamasin. Chunki qayerga bordilar? Alloh taoloning huzuriga. Qiyomat kunida hamma Alloh taoloning qabzasida bo'ladi. Alhamdulillahi robbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Jazo kunining podshohi, addayyan bo'lgan, mehribon va rahimli bo'lgan Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsin. Birodarlar, unutmaylik, Alloh taolo biladi, Alloh taolo hisob kitob qiladi, Alloh taolo jazolaydi. Chunki u addayyan bo'lgan zot.